Hozircha ziqnalik programmasi ham bu bizni, avvaldan berilingan, programmamiz emas. Avvaldan berilingan programmamiz emas va biz uni ham tashqaridan olganmiz. Shuning uchun biz o'zimizniki deb o'ylaymiz va o'sha tashqaridan berilingan programmalarni, platformalarni ishlatganimiz sayin bizda nima bo'ladi? Pul bo'lmaydi. Chunki u tashqi olamdan berilgan platforma programmalar. Xuddi ongimizni DNKsi, ya'ni ongimiz darajasida DNKda o'lchamlar mavjud. Biz qaysi o'lchamda tursak, o'sha o'lchamda yashashni boshlaymiz va sizga master o'tkazguvchi ham qaysi o'lchamda turgan bo'lsa, shu yerdan sizga informatsiya beradi va siz masterda, ya'ni kursiga yozilganingizda, undan bilim olyapti turganingizda yoki oddiy mana shunaqa marafonlarda qaysi masterdan dars olyapti turgan bo'lsangiz, siz uni ong o'lchamiga ulanasiz va o'zingizni nimangizni xuddiki mana bunaqa tort shaklida, ya'ni mana bu kremlar, xuddi kremlardek, to'ldirishni boshlaysiz ongingizdagi, DNK zanjirlarini. Demak, ular to'lgani sayin, sizni ongingiz kengaygani sari, siz yuqori o'lchamga o'tganingiz sayin hayotingiz shuncha yengillashaveradi. Qancha, ya'ni o'zingiz ustingizda ishlab, yuqori o'lchamdagi masterlardan bilim olganingiz sari, demak, master bu o'tkazguvchi oddiy. Ya'ni o'tkazguvchiga o'tganingiz sari uni o'sha ong o'lchamiga qancha o'tkazguvchi o'zini ustida chuqur ishlab, o'zini yuqoriga o'tkazgan sayin, siz ham unga ulanganingiz sayin, siz ham, ya'ni, o'zingizdagi demak, DNKingizni to'ldirib va o'sha tashqaridan berilingan platforma programmalarni yakunlaganingiz doirasida, demak, ichki asl o'zingizdagi boylik, sog'liq, munosabat hammasini o'zingizda uyg'otasiz va o'zingiz uyg'onasiz.